mehr oqibatda olib ketaman degan ekan. Hozir shuni ustida turibmiz. Shu mehr oqibat bizda qolish kerak. Ayniqsa shu elda qolish kerak. Agar bitta odamda shu qolsa ham qiyomat bo'lmas ekan. Mehr oqibat, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatni mahkam ushlab olsak, Xudo xolasa qiyomat bo'lmaydi. Buni men domlalardan ham so'radim. Shu rostmi desam, albatta rost. Shuning uchun bizning vazifamiz bir-birimizni yaxshi ko'rish ekan. Yaxshi ko'raylik. Aka-ukalar, qarindosh urug'dan boshlaylik. Bola chaqalar, begonalarni yaxshi ko'raylik. Yomonlik qilganda kechirib yuboraylik.